2009-8 27 günü açık kişiden 3 tane hanzı saktörler, 2 tane uğuşak taş kişiden erkekten katımına 50 bin koyun atacak pulumuzu sorvattık. Mümkünlemiş o kotenme öyle kadar izleyip küçüğünü yaktı. Ahmetcan Cüme kaç yaştı? Şu yılı, 2009 yılı. Ahmet 83'nünki balasıyla 83'nünki. 26 yaşken şu çağda. Hazır 29 yaş deyin gel. Hayatta olsa. Mümkün daha çok kurguyanıymış bakatlık dükkanından şu orta. Çıktılık 16 yıl olgan o mümküge. Ayal balı yanmış mümküge. Aşı kotten geç aksanızın etçiler bardak. Bağırsak biz bunda adam hükümet tutmaktı. Aşı gemini kıp. Eğer bağırsak böyle tutmaktı deydi. Hayvanlar dükkanına çıktığa geldin. Erkekten aşağıda 5 talaşı bakalaşı dükkanlar. Ağaçlık, kaşkalar. Aşı adamlar senin guat 5 tane adam guatak mecnan tutup erkekliğine. Ma işgalimiz iki ma kalsay kayso olsak şunu atava turmudun kaç kistrite okupat. Turmudun kaç kistriden da? Ha turmudun kaç kistrite bu turmudun kaç kesti bu bizdeki kalsay pey son iki bir tutkan turmudun kaç kulamaydı. O ölümsün turmudun kadar kaç kistrite bu desek hatta biz turmudun kaç kesti ne kesti to'ramsa dap ko'chib biz Hazır Qarsay Patso'nun Ahmetcan Cuma turmadan keçip pisto degan gapi qachon gap bu? Yangi gapmi, bultiq gapmi? Sağa yeni yapmış bir 15 günçü bo'ldi. Hurmatli radio anglag'uchilar. Xitoy doiralari yaqin qadar g'oyiblar oil tavobatıga g'oyiblarning nadiligi va qismati haqida ochiq ifoda bildirmay kelgan. Ular ko'pincha oilalarga faqat kutishni tavsiya qilgan. Bir qismlariga bo'lsa g'oyiblarning nadiligini surishti qilayotganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqin bir ikki haftadan buyon doiralar bir qism oilalarga berib, ularga farzandlarining xili burunlar turmadan qo'yib etilganligi yoki turmadan qochganligi, ularning bu chaqqa balkim chet elga chiqib ketganlik ehtimolligini aytgan. Taqsirlar g'oyiblardan Nabijon Ali oilasiga berib mundaq degan. Balam ya chatqa ketib o bo'lganligi, men jani isbolni ko'rsatib, hamma isbolni qilganligi Sizga bu bola bu yerda yo'q, bu chet elga qochib ketgan bo'lishi mumkin degan Urumchi shaharlik saqchining gapmi, Abnuraylik saqchiningmi, yo xotaningmi? Qarqash naili xalq hukumat, naili hukumatning shujiga, manjiniki boshlig'iga, jujonga. Baxtan chet elga ya qaytsa, sen bizni pulga ham shunda qilyotamiz deb menga ta'kidlab, buni qo'qib. Qarqash naili Guanjining odamlarining gapim bu. Balang o'sha chet elga qochib ketgan bo'lishi mumkin deb. Shu ajunning gapi. Saqchilar yana g'oyiblardan Aysajon Ahmad oilasigami o'xshash hikoyani so'zlagan. Filmda go'g'oda degan ishlarni kiribgan. Nima deydi? Bu bolani qirmizini qo'yib turibgan, qo'yib bergan nurg'un bola qochib ketibgan. Oq ko'zga shunday deydi. Ketib bu niyat bo'ldi bunda. O turmada degandan dish qora falta ishgal qoldi, ko'rsatgan qanday qilib ketadi. Sen ketib ketib olib xonasidan ketib ketgan nimasi bor ekan bolamniki. Ya pasport ishlab turibgan majburga qanday degan gapda. Deb xatolat ishga nim qilsam. Shunga ketdim. Ha. Ketmanim ketmoqni qabul qilsa deydi. Bizning bolamizning xabarini qanday yo'ldan bersa shuni ketimiz qabul qilamiz, anglaymiz. Bizning yurtimizga tushunlar, zarbadosh qilib o'tganlar, qanday qilib o'tganlar. Bizning hozir chirib turgan ahvolimiz qolmadi. Neydim derse böyle dinleştirdim deb shuni xatoldim qayslar. Ama alni agibi bak muhim gapda. Mesela ballar turmadan qo'yib etilib tikan, chet elga chiqib tikan degan gap bu o'zining shaxsiy farzimi yoki idorasining shu ishlayotgan xizmat o'rnining gapimi ekan? Shuni yetkazgini kaptimi? Bo'lama nima ishlayotgan bo'lsa, kim olasini avadi chiqdim qanday yadi. Aqaqimni osmonda tur, yer qatqan bo'lsa naqib chiqadi. Ya qaytqanni qanadan chiqibdi, ya avadi qanday yadi ketadi. Deb boshlar deyanta qanday bijolar. Da'vatxona bu saqchining o'zining shaxsiy gapi ekanda hamsa. Shu kirgan ishga saqchi qaysi saqchining odamlari, qaysi Qashqarningmi? Qashqarga. Nima deydi degan gapi? Nima Ramzanga taqib qilib, o'tib Ramzanni saqib qilganlar. Ramzan o'tgan yili bugunni baralarni qirib qolgan. Aytdim nima jayron qilib o'tganlar, o'zi soatim qanday ayni o'z joylashib qo'ydim meni. Yetib qolganlar o'zi soatimda. Men bu o'yinga yurib borman baraga. Qirib yilim qo'ydim. Sen ayaq mağdan sağdan sizga so'rabroq baholda. Sizin so'rab bilmayman. Balamni tuqqan chaqni sizin so'rab turgan.
Qandaydan gapni so'rab sen shundan oldikayni qo'yilmay chiqdi. Ali komissiyon bo'shaylan kiribdi. Ali komissiyon deydigan nima? Shu qandayroq o'tdalar, sizin o'ltirib deydi. Nima gaplar var, nima qiyinchiliklar var degan, meni qiyinchiligimni qilolmaysa, buni ishni ya'ni bayram bo'lib ketdi, meni qiyinchiligim bo'shdi. Hozir pulni kimda gapining o'ramiga qarsangiz, bular sizni hamda sizga balangiz haqida bir ma'lumot berishga tirishayotgan bir ahvol bormi? Yoki sen Beyjingga borma deb sizni Beyjingga berishning yoki yo'lda arz qilishning oldini to'sishga tirishayotgandi? Yoki sen bir muxbirning ziyoratini qabul qilma deshga tirishayotgandi? Qaysi maqsad ko'rshatyapsiz sizlar? Qaysi maqsadni bilamidingiz? Bizning ağzımızın, kanımızın çıkıntısı yok, bolcadı. Kanlar ağzımızın kabul ediyoruz böyle. Bir de böyle kadar. Benim günahı varsa cezalısın. Açıklar kessin. Bu balını şöyle bakarsa balını itiraf yok. Bunu tutanlarına bakakma güvetlerini koyulan çağda. Ne bu şunla yağı bu tabiatına başka dünya balının kıyımız çıkıda ağzı kısacak bu balının ki izdirip yok. Biz Xitoy doiralarining yuqoridagi hikoyalarining manbasini bilib chiqish uchun saqchilarga telefon qildik. Ammo ana shu hikoyani so'zlagan saqchi xodimi radiomiz ziyoratidan o'zini qochirdi. Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya bu Qodir hojimi? Hojimi? Va siz bu Qashqar shaharlik Gobodod uydan Qodir hoji bo'lamsiz? Men shu. Men Amerikadan telefon qilyapman, Erkin Osiyo radiosidan. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Ya bo'lsa telefon ko'rishmaylar. Nima ish ko'rishmaysiz? To'xtang. Ya men haqni gapni anglang. Hurmatli radio anglovchilar. Yuqorida biz 5-yildan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlar nomli chatma xabarning 17-qismini anglatdik.